Hammaga salom. Hamma yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Shu bir kun ichida studiyamizga Albertdan ajralib chiqishi to'g'risida bir nechta savol kelib tushdi. Navoiy 69 ga xat yo'llagan odamlar ko'p bo'lib qoldi. Shuning uchun shunga bir javob berishga harakat qilaman. Qisqacha javob bo'lmaydi. Sal cho'zibroq javob beraman. O'shaning uchun ma'zur tutgansizlar. Birinchidan mana bilasizlar, saylov bo'ldi. Kanadada federal hukumat saylovi, federal parlament saylovi bo'ldi-da. Hamma kutganingda konservatorlar yutadi deb, lekin konservatorlar konservatsiyaga qaytib kirib ketdi va liberallar yutdi. Va bunga asosiy sabablardan bittasi juda ham obro'si va nima desam bo'ladi, rus tilida aytganda populyarность tushib ketgan Jastin Trudoni iste'foga chiqqani bo'lsa, ikkinchi sababi bu Tramp bo'ldi. Tramp kelib qo'pol qilib aytganda akillashga boshladi. Faqat negativ, faqat tashlanish. Bu yerda Kanadada ham konservatorlarni raisini stili uniki ham xuddi shunaqada. Faqat negativ. Kanada abjoqqa chiqqan, hamma o'lgan, odam o'lib ketyapti. Xuddi bir atom bomba tushgandek Kanadaning ustiga. Faqat kritikada. Bunda yaxshi gap yo'q. Bizning mamlakat mayli minuslari bor, lekin odam qilamiz demadi. Faqat nafrat qo'zg'atuvdi. Keyin Tramp kelgandan keyin qarashsa, Tramp ham jinni faqat akillayapti. Bu ham jinniga o'xshab vaysalayapti. Keyin odamlar ham o'yladi, bizga bunaqa vaysaq kerak emas, bizga bunday spokойный odam kerak deb, mana liberalni saylashdi. Va 4-marta ketma-ket liberal hukumat tuziladigan bo'ldi. Endi bu hamma endi kutyaptiki, konservatorlar yutadi deb. Chunki ular почти 2 yildan beri reytingda ancha liberallardan oldinda ketishyapti. Keyin endi yutqizib qo'ydimi? Nima boshlanadi endi bilasizlarmi? Konservatorlarni yig'i-sig'isi boshlandi. Yig'i-sig'i qilib yotishibdi. Ayniqsa endi biz o'zimizni rusiy zabon odamlarni taniymiz, o'sha Facebookda yozishadi. Endi o'qisangiz qusvoringiz sizda. Yig'i-sig'i hammasini anaqasi gapi bitta. Mana saylov anaqa bo'lmadi. Shaffof va adolatli bo'lmadi. Qanaqa qilib adolatli bo'lganda liberallar yutardi. Bunda xayolga keltirib ko'rmaydi, inson boshqa faqat san konserva bo'lsang, hamma konserva degani emas u. Va birinchidan, ikkinchidan bir xillari yana Facebookda yozibdiki, anaqa men o'sha anaqada saylov uchastkasida har xil noqonuniy narsalarni ko'rdim. Balobatlar, Kanada уже не там. Xo'p, noqonuniy narsa ko'rgan bo'lsang, masalan-da, aytaylik. Kimgadir bir narsa qilib, o'sha tigilarga jalba qildingmi? Yoki o'sha anaqa Kanada Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qildingmi? Yo'q, bir narsa qildingmi? Yoki faqat Facebookda yig'lab o'tiribsanmi? Shunaqa desam, xotinim ham Umida ham o'shanda o'tiradi-da. Faqat ular yig'laydi, faqat boshqa hech narsa qilmaydi deydi. Rostdan ham yig'azig hamma qilib o'tirishibdi. Endi Alberta hukumati ham xuddi shu ishni qilyapti. Endi yig'lab yotishibdi. Mana yana liberallar keldi. Bizning neft gaz sohamizga yo'l bermayapti. Bizlar rivojlanib ketishimizga yo'l bermayapti. Faqat yig'laydi. Keyin chunki bular ham hammasi o'sha konservatorlar yutsa, biz maza qilamiz deb o'tirishdi. Endi mana shu yig'i-sig'i qilyapti-da, biz ajralib chiqamiz, balobatlar deb odam asabga tegyapti. Lekin hech qanaqa ular ajralib ham chiqa olmaydi. Ajralib chiqishga harakat qilsa, Albertdan o'ziga zarar bo'ladi. Nimaga? Birinchidan, shu Kanada federal hukumati birinchi boshida Jastin Trudeau kelganda 2015-yil uni saylov kampaniyasida mana shu karbon, ya'ni uglevod chiqindilariga soliq solaman deb kelgan saylov bo'lib, anaqaga o'tirgan, hukmron bo'lgan. Va u kelgandan keyin srazu shunaqa qonun chiqardiki, har bitta shu gazmi, benzinmi, neftmi sotilganda ustiga soliq qo'yildi. O'sha soliqqa qo'yilgandan keyin Alberta hukumati o'shandan keyin o'sha 2020-yillardami, 2019-yillardami Alberta hukumati va Saskatchewan hukumati, ikkalovi konservativ hukumatlar Alberta federal hukumatini sudga berdi. Ular aytdiki, Alberta federal hukumat bizani neft sohamizni cheklashga, bizani neftga, bizani gazga soliq qo'yishga haqqi yo'q dedi. De sudga berishdi. Chunki rostdan ham masalan
neft va gaz Albertada chiqadi, Alberta sotadi boshqa masalan Amerikaga, lekin ustida soliq bor. Endi o'shanda sud necha yil sud davom etdi, 2 yil davom etdimi, oxiri aytdiki, federal hukumat atrof muhit muhofazasi va ekologiyaga javobgar, ekologiyani yomonlashishini to'xtatish yoki sekinlashtirish uchun shu anaqani qonunni va shu soliqqa kiritishga haqli degan javob chiqardi. Endi bular hech narsa qila olmaydi. Sudning hukmi hukm. Endi yig'i qilgani bilan hech narsa o'xshamaydi. Va yana bitta boshqa tomoni o'sha anaqa Justin Trudeau hukumati mana shu neft va gaz ishlab chiqarishdagi nazoratni ancha kuchaytirgan. O'sha atmosferaga bo'lgan yoki ekologiyaga bo'lgan zararni cheklab tashlaganda, masalan, mana bunaqa sharoitlar bor. Menimcha o'sha uglevodorod gaz chiqarishi mumkin 1 yilda. Undan keyin chiqara olmaysan deydi. Ya'ni neftingiz ishlab chiqarayotgan bo'lsangiz ham sizga chegara qo'yib qo'yadi. Masalan, munchadan ko'ra ko'p bitta kompaniyami yo bitta mana shunaqa qonuni bor. O'sha chegaradan ko'proq neft ishlab chiqara olmaydimi? Shunaqa bir juda bir nima desam bo'ladi, strogiy qonunlar bor-da. Uni ham sudga bergan, unda ham yutqizgan. Endi biz endi ajralib chiqamishmiz. Endi yig'i-sig'idan boshqa narsa emas-da. O'zi butun Kanada shu liberallarga ovoz bergani, normalniy urushmasdan, baqir-chaqir qilmasdan shu Trump bilan anaqa qilish. Nima desam bo'ladi? Muomala qilish. Agar o'xshamasa, boshqalar bilan muomala qilib, Amerikan o'rniga boshqa bir yaxshi yangi o'rtoqlar topish degan anaqa bilan, umid bilan mana shu liberal hukumatni saylashda. Endi qani o'sha yangi bo'lgan bosh vazir, ya'ni Mark Carney ham aytayotdiki, biz hammamiz bitta yoqadan bosh chiqarib, Kanada sifatida, har bitta provinsiya o'zi bilganicha emas, Kanada sifatida biz Amerikaga javob berishimiz kerak deb turibdi-da. Bu Albertani bosh vaziri Daniela Smith mamnaq qilib hozir podani buzyapti. Shuning uchun asab rosa o'ynadi. Padaringga la'nat, bu puxboma kim so'rayapti buni? Mustaqil bo'lishni hech kim mustaqil bo'lishni xohlamaydi-da. Masalan, balki 10% odam xohlar, balki 20% jinni tupoyan o'qimagan Trumpchilar rozi bo'lishi mumkin-da. Boshqa normalniy odam rozi bo'lmaydi mustaqil bo'lishga. Ish qilib shunga endi nima qilamiz degan savol turadi. Birinchi o'rinda o'zimiz Facebookga kirib o'tirib yig'lab o'tirgandan unchalik foyda yo'q. Shuning uchun shanba kuni katta protest uyushtirilayotgan ekan butun Alberta bo'yicha o'sha hukumatni mana shu mustaqillik bo'lgan haqidagi gap so'zlarga qarshi protest bo'lar ekan. Shunga men ham ishtirok etadigan bo'ldim. Men, Umida ham, xudo xolisa planda bor, bolalarni ham boramiz. Hech qanaqasiga biz ajralib chiqishga qo'shilmaymiz. Shunaqa. Keyin boshqa narsalar ham bo'ladi. Ungacha ham yana biz referendum qilamiz debdi. Bizani o'sha Albertaning bosh vaziri shu referendumni aholini o'zi hal qiladi debdi. Agar referendum bo'ladigan bo'lsa, agar rostdan ham o'sha referendumda ham faol ishtirok etib, bu do'dirlarni tepamiz. Mana konservalarni tepdik, bularni ham xudo xolisa tepamiz. Shu bilan normalniy keladi. Endi bir xil aytish mumkin, mana Quebec ham mustaqil bo'lishga harakat qilgan, nima ularga mumkin, bizga mumkin emas deydi. Quebec va asosiy sababi ular mustaqil bo'lishini yoki mustaqillikka intilganining asosiy sababi bu bizning tilimiz va bizning madaniyatimiz boshqa. Biz fransuz madaniyati anaqasi emas, tashuvchisi emas. Biz inglizcha bo'lib ketishdan qo'rqamiz deb 2 marta harakat qilgan. 2 martada ham 1% farq bilan anaqa bo'lgan. Kanada tarkibida qolishga qaror qilishgan. 1% odam shuni qaror qilardi. Ya'ni 49% aholi mustaqil bo'lamiz degan, 51% aholi anaqa ajralib chiqqan, yo'q, Kanada ichida qolamiz degan 51% aholi. Shundan qilib Kanada ichida qolishganda. Lekin bunga bir necha yillar, 10 yillar davomida anaqa bo'lganda, dialog bo'lgan, maslahatlashuvlar bo'lgan, jamiyat bilan, boshqa hukumat vakillari bilan
boshqa nima desam bo'ladi, avlodlar bilan anaqa dialog bo'lgan. Bu yerda bitta hukumat yoqmasa, mana bu yig'i sig'ini boshlayapti. Ishqilib mana shunaqa endi kurashamiz debillarga qarshi. Shu yo'qotamiz xudo xolasa. Ishqilib mana shunaqa. Mayli, yaxshi o'tiringlar.